Assalomu alaykum. O'zbekiston xalqaro hayotidagi eng muhim yangiliklar bilan efirda Diplomatik Digest ko'rsatuvi. Dasturimizning dastlabki daqiqalarida hafta davomida bo'lib o'tgan muhim voqealar, uchrashuv va muzokaralar haqidagi sharh bilan tanishing. 11 avgust kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov mamlakatimizga yangi tayinlangan Shveysariya elchisi Simon Giger hamda Germaniya elchisi Matthias Fullerning ishonch yorliqlari nusxalarini qabul qildi. Alohida o'tkazilgan muloqotlar davomida davlatlar o'rtasidagi siyosiy muloqotni yanada faollashtirish, savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlikni kengaytirish, sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish hamda yangi qo'shma loyihalarni ilgari surish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Uchrashuvlar so'ngida Tashqi ishlar vaziri rahbari elchilarga mas'uliyatli diplomatik faoliyatida muvaffaqiyatlar tilab, mamlakatlarimiz o'rtasidagi munosabatlarni yanada rivojlantirishga qaratilgan sa'y-harakatlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashni ta'kidladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Bahromjon Aloyev Qatarning O'zbekistondagi elchisi Hassan bin Hamza Hoshim bilan uchrashdi. Uchrashuvda O'zbekiston-Qatar munosabatlarining bugungi holati va strategik sheriklikni yanada rivojlantirish masalalari ko'rib chiqildi. Oliy darajadagi muzokaralar doirasida erishilgan kelishuvlarning to'liq amalga oshirilishini ta'minlashga qaratilgan vazifalar belgilab olindi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Bobur Usmonov Ozarbayjonning mamlakatimizdagi elchisi Rashad Mamedov bilan uchrashuv o'tkazdi. Muloqotda oliy va yuqori darajadagi tadbirlarga tayyorgarlik ko'rish, shuningdek, ikki tomonlama hamkorlikning shartnomaviy, huquqiy bazasini kengaytirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Mirbohid Azimov qarorgohi Tehronda joylashgan Filippinning O'zbekistondagi elchisi Roberto Manalo bilan uchrashuv o'tkazdi. Muloqot davomida O'zbekiston-Filippin hamkorligining holati va istiqbollari, siyosiy muloqotni mustahkamlash, shuningdek, savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar aloqalarni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Bugun O'zbekistonning xalqaro maydondagi faol ishtiroki jahonning turli mintaqalarida o'tayotgan anjumanlar, muzokaralar va madaniy tadbirlarda yaqqol namoyon bo'lmoqda. O'tayotgan hafta ham bu jihatdan sermazmun va samarali bo'ldi. Shu bilan birga, diplomatik vakolatxonalar o'z faoliyatida xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlar manfaatlarini muhofaza qilish masalalariga ham alohida e'tibor qaratmoqda. O'zbekistonning Frankfurt-Mayn shahridagi bosh konsulxonasi vakillari Rus shahridagi Yevropa parkda mehnat qilayotgan vatandoshlar bilan uchrashdi. Muloqotda ularning mehnat va yashash sharoitlari o'rganildi. Huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, konsullik hisobiga turish hamda mezbon mamlakat qonunchiligi talablariga qat'iy rioya etish bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi. O'zbekiston diplomatlari Polshaning Green Crabs kompaniyasi rahbari Krzysztof Ruzhitskiy bilan uchrashib, agrar soha kadrlari malakasini oshirish va o'zbekistonlik talabalarning ushbu mamlakatdagi amaliyotlarini kengaytirish masalalari yuzasidan fikr almashdi. Joriy yilda Agrikul loyihasi doirasida 60 nafardan ortiq o'zbekistonlik talaba va mutaxassis kompaniyada haq to'lanadigan stajirovka o'tayotgani, 2027-yilda esa ularning sonini 200 nafarga yetkazish rejalashtirilayotgani ma'lum qilindi. O'zbekiston va Xitoyning Tyanzu provinsiyasi o'rtasida savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlikka bag'ishlangan biznes forumi o'tkazildi. Tomonlar investitsiyalar, eksport va qo'shma loyihalarni kengaytirish masalalarini muhokama qildi. G2B va B2B shakllaridagi muzokaralar yakunida qator yo'nalishlarda hamkorlik kelishuvlariga erishildi. O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi va Kichik biznes assotsiatsiyasi vakillari Tatariston, Boshqirdiston va Samara hududlarida biznes forumlari o'tkazib, ishlab chiqarish kooperatsiyasi, eksport va qo'shma loyihalarni rivojlantirish masalalarini muhokama qildi. Birlashgan Arab Amirliklarining Etihad Airways aviakompaniyasi Abu Dhabi Toshkent yo'nalishida muntazam parvozlarni yo'lga qo'ydi. Yangi qatnov ikki poytaxt o'rtasida transport aloqalarini mustahkamlab, turizm va ishbilarmonlik safarlarini kengaytirish, shuningdek, Abu Dhabi orqali boshqa mamlakatlarga parvoz qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Germaniyaning Baden-Württemberg federal o'lkasida O'zbekistonning milliy taomlari va madaniyatiga bag'ishlangan festival bo'lib o'tdi. Unda milliy taomlar, hunarmandchilik namunalari, qo'shiq va raqslar taqdim etildi. Turkiyaning Hatay viloyatida o'tkazilgan ABA kurashi xalqaro musobaqasida O'zbekiston terma jamoasi ikkinchi o'rinni egallashga muvaffaq bo'ldi. Yangi O'zbekistonning jadal taraqqiyot sur'ati va izchil islohotlari xalqaro maydonda tobora katta qiziqish uyg'otmoqda. Dunyoning turli davlatlaridagi ekspert va tahlilchilar mamlakatimizda kechayotgan yangilanish jarayonlariga oid fikr va baholarni Dunyo axborot agentligi orqali bildirmoqda.
아살로무 알라이프 우즈베키스탄 공화국의 독립 O'tgan 35 yil davomida O'zbekiston tinimsiz izlanish va innovatsion taraqqiyot yo'li orqali Markaziy Osiyoning muhim davlatlaridan biriga aylandi. Buyuk Ipak yo'lidek shonli tarixga tayangan holda jadal taraqqiyot sari intilayotgan O'zbekiston xalqining matonati va salohiyatiga chuqur hurmat bildiraman. Shu vaqt ichida oliy va yuqori darajadagi qator uchrashuvlar, madaniy almashinuv dasturlari va boshqa ko'plab tadbirlar o'tkazildi. Ikki davlat yoshlari ham o'zaro tashriflarni amalga oshirib, kelajakdagi yanada ulkan hamkorlik uchun poydevor yaratmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligidagi yangi O'zbekiston islohotlarining 10 yilligi bu nafaqat izchil ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot davri, balki davlat va jamiyat hayotining mutlaqo barcha jabhalarini qamrab olgan haqiqiy tarixiy uyg'onish, 3-renessansdir. Mintaqamizdagi jarayonlarni ko'p yillardan buyon kuzatib kelayotgan madaniyat arbobi, yozuvchi va diplomat sifatida ishonch bilan ayta olamanki, donishmand ajdodlarimiz tomonidan ikki buyuk uyg'onish davri 9-12 asrlardagi birinchi renessans hamda 14-15 asrlardagi ikkinchi Temuriylar renessansi shaklida yaratilgan shonli tarixiy madaniy merosga tayanib, O'zbekiston ochiqlik, modernizatsiya va yetakchilik sari ulkan sakrashni amalga oshirdi. The reforms of the last decade are quite aptly called New Uzbekistan. So'nggi 10 yillikdagi islohotlar haqli ravishda yangi O'zbekiston davri deb atalmoqda. Chunki biz tizimli qonunchilik va institutsional o'zgarishlar, samarali davlat boshqaruvining mustahkamlanishi hamda keng ko'lamli modernizatsiya tufayli mamlakatning qayta tiklanishiga chindan ham guvoh bo'ldik. Biz mintaqaviy yaqinlashuv, integratsiya va proaktiv xalqaro hamkorlikka muvaffaqiyatli o'tgan davlatni ko'rib turibmiz. O'zbekistonning ichki va tashqi siyosatdagi muhim qadamlari xorijiy ommaviy axborot vositalari diqqat markazida bo'lib qolmoqda. Dunyo nashrlarida e'lon qilinayotgan materiallar xalqaro jamoatchilikda mamlakatimizning zamonaviy qiyofasi haqida xolis tasavvurni shakllantirmoqda. Keyingi daqiqalarda ana shu maqolalar sharhiga e'tibor qaratamiz. O'tayotgan haftada Birlashgan Millatlar Tashkiloti Iqtisodiy va ijtimoiy masalalar departamentining rasmiy sahifasida O'zbekiston tashabbusi bilan ilgari surilgan ijtimoiy rivojlanishni jadallashtirishda parlamentlarning rolini kuchaytirish to'g'risidagi rezolyutsiyasining qabul qilinishiga bag'ishlangan maqola e'lon qilindi. Jumladan, O'zbekistonga bag'ishlangan maqolalar Outlook New Era Magazine media portalida, Target sayyohlik jurnalida hamda China Investment jurnalida, Janubiy Koreyaning AJP gazetasida, Diplomacy Journal jurnalida, EBC telekanalida, Malayziyaning Berita RTM telekanalida, AQShning Diplomatic Watch nashrida, Buyuk Britaniyaning M-Insight hamda OCA Magazine jurnallarida, Pokistonning Network New Pakistan elektron nashrida, Global News Pakistan axborot agentligida va Pakistan in the World gazetasida, Saudiya Arabistonining Amvaj elektron nashrida, Kuwaitning Times Kuwait hamda Al-Waqt News nashrlarida, shu bilan bir qatorda Al Jarida gazetasida. Shuningdek, Amerika, Yevropa, Osiyo va Afrika davlatlari nashrlarida keng yoritildi. Shu bilan diplomatik dayjestning navbatdagi soniga yakun yasaymiz. Siz O'zbekiston tashqi siyosati, xalqaro hamkorligi va diplomatik hayotidagi muhim voqealar bilan tanishdingiz. Oldinda esa yangi uchrashuvlar, xalqaro anjumanlar va muhim diplomatik tashriflar kutmoqda. Ular haqida diplomatik dayjestning navbatdagi sonida hikoya qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.